Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, sizlar bilan masala tahlilini davom ettiramiz. 61. 61-masala. Piyoz po'stini qizil rangi veganga bog'liq. Endi sariq rangi retsessiv. Endi katta vegan ta'sirsiz. Yordamchi, rang hosil bo'lishga yordam beradi. Endi kichkina v inhibitor. Endi po'sti qizil piyoz. Oq piyoz bilan chatishtirilganda avlodda sariq va qizil teng miqdorda olingan ekan. Buning uchun bu retsessiv bilan chatishtirilgan. Mana. Endi sariq olinishi uchun mana bu yerda kichkina bo'lishi kerak. Endi oq olinishi uchun mana bu yerda kichkina v bo'lishi kerak. Endi bundan gamet olsak, bundan gamet olamiz. O'zaro nima qilamiz endi? Chatishtirib chiqamiz. Demak, bitta qizil, bu oq, bu sariq, bu oq. Haqiqatdan ham sariq bilan qizil teng miqdorda olingan ekan. Avlodda kutilayotgan oq piyozlardagi foizini toping. Demak, 4 tamiz 100%, 2 ta oqimiz 50%. Ajoyib. Keyingi masalamiz 62. Kartoshka to'g'anagidan antioksidan rang hosil bo'lishi P va R genlariga bog'liq, lekin ular o'z ta'sirida dominant D bo'lgandek fenotip namoyon qiladi. Shunga ko'ra, kartoshka to'g'anagi ko'k binafsha. Demak, P R D holatda ko'k binafsha. Endi ushbu holatda qizil binafsha. Xo'sh. Endi bu holatda pushti rangda. Qolgan holatda oq. Kartoshkaning heterozigota qizil binafsha to'g'nagi. Demak, ushbu organizm gamazigota oq rangli tug'nak hosil qiluvchi ushbu organizm bilan chatishtirilganda
F2da 150 ta uzumga olingan bo'lsa, ulardan nechtasi oq tuynakli bo'ladi? Oq tuynakli demak, bundan gamet olamiz. 1 2 4. Bundan esa 0 0 0. Bundan kam gamet olgan pastga yozib qo'yib sig'maydi. Demak, P R D. Mana. Endi bundan gamet olamiz. 4 ta katta P 1 2 3 4 ta. Endi 4 ta kichkina P. Xo'sh, endi ikkita katta R, ikkita kichkina R. Katta R, kichkina R. Kichkina R. Endi kattada kichkinada katta kichkina katta kichkina kichkina. Endi bizdan oq ranglarni so'rayapti. Ulardan nechtasi oq tuynakli bo'ladi? Oq chiqmaydi. Xo'sh, bundan ham bu oq chiqadi. Bundan katta P bor, kichkina R. Bundan chiqmaydi. Endi bundan chiqadi. Bundan katta R bor. R katta R, P kichkina. Chiqmaydi. Chiqadi. Chiqadi. 1 2 3 4 5 ta. Demak, 8 tasi 152 ta, 5 tasi qancha? Doksan beş. Seca. Tushunarli? Demak, ko'k binafsha bu holatda, qizil binafsha bu holatda, pushti bu holatda, qolgan holatlar hammasi oq bo'ladi. Bizda trigotil organizm, trigomazigotil resessiya organizmi chalishtirilganda hosil bo'lgan oq rangli kartoshkalar soni toping deyapti. Bunda dominant D bor, bular ham dominant. Bu holat qizil binafsha bo'ladi. Bu holatda olamiz, chunki dominant D yo'q, oq rangda bo'ladi. Bunda dominant D bor, dominant P bor. Uni olmaymiz, chunki boshqa rang hosil bo'ladi. Ya'ni ko'k binafsha hosil bo'ladi. Bunda dominant D yo'qligi sababli oq. Bunda dominant R bor, ya'ni pushti rangda bo'ladi. Bunda dominant D yo'q. Dominant genlarning o'zi yo'q. Bunda ham o'zi yo'q. Tushunarli? Demak, 1 2 3 4 5 tasi oq rangli. Umumiy 8 tasi 152 ta, 5 tasi qancha qilganimizda 95 ta bo'ldi. Keyingisi 63-masala.
B'da o'simlik gulini yashil rangda bo'lishi dominant B, A, B genlariga bog'liq holatda. Demak, bu holatda yashil bo'ladi. Bu holatda qizil. Endi ushbu holatda gul sariq. Endi ressesi bo'lganda oq. Digeterozigota yashil geterozigota qizil gulli. Digeterozigota yashil o'simlik. Digeterozigota yashil o'simlik. Geterozigota qizil gulli o'simlik bilan chatishtirilsa, avlodning necha foizi yashil gulli bo'ladi. Demak, bundan gamet olsak, bundan gamet olamiz. Demak, bizdan so'rayotgan narsa necha foizi yashil gulli. Uchta. Demak, umumiy 8 tamiz 100%. Uchtasi 37,5. Bahorjon. Keyingi masalamiz 64-masala. G'o'zada poyasining uzun bo'lishi kalta bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. To'liq dominantda. Tolaning malla rangi oq rang ustidan chala dominantlik qiladi. Tolaning novvat rangda bo'lishi oraliq xarakterga ega. Demak, g'o'za poyasining uzun bo'lishi dominant ekan, kalta bo'lishi retsessiv ekan. Endi malla bu holatda endi oraliq geterozigota va oq bu holatda. Yani oraliq, ya'ni bu novvat rang holatda bo'lar ekan. Oraliq xarakteri novvat rang bo'lar ekan. Xo'sh, digeterozigota g'o'zalar o'zaro chatishtirilganda avlodda 649 o'simlik olingan bo'lsa, uzun poyali g'o'zalarning necha foizi genotipik guruhlari mavjud? Xo'sh, bir yuz 22, 412, 121. Eng oson chatishtirish usuli. Biz aytyapti, uzun poyali g'o'zalarning necha xil genotip guruhlari mavjud? Uzun poyali bo'lishi kerak ekan. Genotipik bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita.
Demak 6 ta bo'lar ekan. Qaysi javob? C javob. Tushunarli? Davom etamiz. Oltmish beshinchi masala. 65 masala. Drazil pashasida qanot shakli va tana rangi ifodalovchi genlar bitta xromosomda joylashgan. Erkak urg'ochi drazil pashalarda genlar faqat otasidan o'tgan. Digeterozigota kloran tanali normal qanotli urg'ochi erkak drozofillar o'zaro chatishilsa, avlodda allal genlarning o'rin almashishi natijasida krassinga 17% tashkil etadi. Avlodda necha foizini kloran tanali, kalta qanotli, qora tanali, normal qanotli pashalar tashkil etadi. Xo'sh. Endi kulrang dominant, qora retsessiv. Uzun qanot dominant, kalta qanot retsessiv bo'lganda erkak urg'ochi drozofila pashalarga A va B genlar faqat otasidan o'tgan. Xo'sh. Krassingover ham kuzatilgan ekan. Demak, krassingover 17%. Bundan gameta olamiz. Oldin noli genlarini nokrassoverlar o'zi tushadi. Endi krassingga uchratamiz. Bu gen bilan bu gen o'zaro o'rin almashinadi. Endi bundan gameta olamiz. Bunda krassingover uchramaydi. Xo'sh, endi chachib chiqamiz. Demak 17 ni bo'lamiz 4 ga. Har biri demak 17 ni 4 ga bo'lyapman. Nimaga? Chunki umumiy 4 ta crossover organizmlar bor. 4.5 dan. Endi 100 dan 17 ni ayirsa 90 83 ni 4 ga bo'lsak 20.75 dan. Xo'sh. Endi avlodning necha foizini kulrang tanali, kalta qanotli va qora tanali, normal qanotli pashalar tashkil etadi. Kulrang tanali, kalta qanotli. Kulrang bo'lishi kerak ekan, kalta bo'lishi kerak ekan. Xo'sh, yo'q. Endi kulrang tanali, kalta qanotli. Kalta qanotli bitta ekan. Yana bormi? Bular uzun qanotli, normal qanotli, normal. Bu kalta qanotli lekin qora tanali. Normal. Bu qora tana, xo'sh, bitta ekan. Demak 4.25 olib qo'yamiz buni.
va qora tanali normal qanotli. Qora tana bo'lishi kerak ekan, normal bo'lishi kerak ekan. Xo'sh. Buni olarkanmiz. Qora tana bo'ldi. Demak, bunda ham 4,25. Demak, 4,25 ga qo'shaman 4,25 ni teng 8,5. Davr javob. Tushunarli? Demak, davom etamiz. 66-masala. Otasi Shapko'r heterozigota. Otasi Shapko'r heterozigota. Polidaktili bilan onasi polidaktili bilan kasallangan. Demak, otasi polidaktili bo'yicha sog'. Xo'sh. Endi onasi polidaktili bilan kasallangan sog' qiz. Demak, bu bo'yicha sog' bo'ladi. Ya'ni Shapko'r bo'yicha sog', polidaktili bilan kasallangan. Endi sog' qiz tug'ilishi uchun mana bu yerda kichkina b bo'lishi kerak. Endi qizni topib olamiz. Endi bundan gameta olsak 0 1. Demak, katta kichkina. Endi bundan ham mana bu holatda, mana bu holatda. Qizni aytayapti, sog' qiz. Har ikkala belguvchi sog' bo'lsa, qiz mana bu holatda bo'lgan. Demak, qizni topib oldik. Endi qo'da tarafga qaraymiz endi. Otasi Shapko'r polidaktil bilan kasallangan. Xo'sh. Onasi sog'. Har ikkala belguvchi sog'. Turmushga chiqdi. Yigit Shapko'rlik bilan kasallangan, uning ukasi polidaktili bilan kasallangan. Ukasi polidaktili bilan kasallangan. Lekin o'zi polidaktili sog'. Sog' bo'lishi uchun mana bu yerda bo'lishi kerak. Ukasi o'zi Shapko'r bilan kasallangan, lekin ukasi Shapko'r bilan kasallanmaganligi uchun mana bu yerda kichkina bo'lishi kerak. Tushunarli? Demak, bundan gameta olamiz. Bundan bu tushadi. Yani tushuntiraman. Otasi ham Shapko'rlik bilan, ham polidaktil bilan kasallangan. Onasi sog'lom, har ikkala belgi bo'yicha. Lekin bularning oilasidan tug'ilgan farzandlar ichida katta o'g'li Shapko'rlik bilan kasallangan. Lekin polidaktil bilan kasallanmagan. Shapko'rlik bilan kasallangan bo'lishi uchun polidaktil kasallanmagan. Polidaktil kasallanmaganligi sababli nima bitta kichkina nima qo'yamiz? B qo'yamiz. Endi ukasi Shapko'rlik bilan kasallanmagan, polidaktili bo'yicha kasallangan. Mana Shapko'rlik kasallanmaganligi sababli nima bitta kichkina qo'yamiz. Bo'ldi. Endi yigitni topamiz. Bu har ikkala bo'yicha kasal olmaymiz. Yigit Shapko'rlik bilan kasallangan, polidaktili kasallanmagan. Bu ekan. Bu ukasi. Bu boshqa ukasi yoki opasi yoki singlisi. Demak, bu holatda. Demak, yigit mana bu holatda bo'lgan, qiz mana bu holatda bo'lgan. Demak, javobimiz C javob. Bu yigit, bu qiz. Tushunarlimi? 67, 68, 69lar, 70lar bir xil. Ya'ni 67 da endi shu oilada tug'iladigan farzand necha foiz Shapko'rlik bilan kasallangan bo'lishi mumkin. Buni o'zaro chalishtirib topishingiz mumkin bo'ladi. 68 da shunaqa, 69 ham shunaqa, 70 ham xuddi shunday.
keyingi video darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.